Bugun chaqqonligim tutib, xo'jayinimni motor yuvadigan laganlarini yuvmoqchi bo'ldim. Albatta, Bavi bilan birgalikda. Onajon, yillar davomida yig'ilgan yog' bu, yuvib bo'lmaydi buni. O'g'limni gapiga ishonmadim va qaynoqgina suvlar tayyorlab, Baviga botirdim. Hamma joyini ishqalab chiqishni boshladim, lekin shunaqa pushaymon edim buni boshlaganimga. Sababi haqiqatan ham yillar davomida yig'ilgan yog'lar va aftullar kleyday bo'lib ketgan. Bavi yumshatib berdi, lekin bir martaga toza bo'lmadi. Men esa orqaga qaytmayman. Qaytib yana Bavi solib qaynoqgina suv soldim. Ikkinchi urinishga esa aniq toza bo'ldi. Chunki bir sloy yog'ini уже olgan edik. Ikkinchi sloyga osongina ko'chdi, lekin bu menga oson bo'lmadi. Endi bunaqa chak bosib ketgan xo'jayinimning narsalarini yuvaman ham deb o'ylamayman.